Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimni? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka. Dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmiymi? Bor. Shundan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men shoshib Aka, turibman. bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Men qarang. Nodirjon. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nala? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, berib yuravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Hech kingiz. To'g'ri tushunyapsiz, bu ahvolda. Hurmatli podполковник chaqirtirgan ekansiz. Mas'ul keldingmi? Yana bir ishgan bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Oching syomka qilmay, kim ichibdi qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir! Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiq qayda bo'lardi? Yuring chiqar bu yoqqa. Shuppa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling. O'g'il avazini kim? Dadamni srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladilar. Alo komandir. Takdir bu, takdir. Bor. Ya bermayman. Ber! Bor bermayman. Astagfirullah. Janang qursin. Nima qilyapti u? O'g'lim, kinolarni ko'radi-ku, bosh qahramonlarni obraziga tushib oladi-da. Bugun kimga tushib olding endi? Kimsan endi? Jumon. Sasiyonani qutqargani ketyapman. Jumon bo'ladi. Tosh mana qiladi. Shahzoda. Yo'q, onangni abayasini kiygansan, bor onang ko'rmasa o'ldiradi, bor yo'q. Esingdami? Menga hech kimni chinakamiga sevmagansan deganding. Men rostdan Jumsang tirigadanmi? bilmayman. Qachon tirildi? Kino-ku bu, ishonaverasan, Yo'q, onang nima bo'ldi? Kirdi o'sha obrazga. Qanday kiradi bu birdan obrazga? Men Jonsayman, xotiramni yo'qotganman. Sizlar kimsizlar? Bu qaysi kinoni ko'rdi endi bu? Ombak. Nima bak? Ombak. Ombak, bolam, tush endi pastga, tush. Film qayerda? Topib beraman, ombakim, tush bolajonim, iltimos. Hech bo'lmasa suyagini topib beringlar. Ana shuni ham topib beraman, ombak, tush bolam, sharmanda qilma bolam, endi ombak. Ombaklik qilma endi. Qayerdan ovoz kelyapti? Tavba qildim, surpaket ichidami? Joduga nur kerak. Nur topib beringlar. Sharmanda qilib. Joduni ko'rdingmi? Nur. Men baxtiqaro Robinzon Kruzoni taqdir kimsasiz bir orolga. Voy, bolam qani? Ya o'l sharmanda. Bu orolga ketdi, meni Robinzonni ko'rib orolga ketdi bolang. Boring orqasidan qayerdan topamiz? Xavotir olma. Sim kartam mobius-ku, marza 70 tarifi. Kit Security degan xizmati bor. Shunday bolangni qayerda yurganini shunday ko'rsa bo'ladi. Undan tashqari 150 gigabayt internet bergan. Telegram, Instagram, WhatsApp, hamma messenjerlarga kirish mutlaqo tekin. Telefonda gaplashishdan VIP. Hozir topaman. Qarang. Bu nimaga o'rmon ketibdi bu jinni. Men Robinzon Kruzo. Odamlarni ko'rmaganimga 50 yil bo'libdi. Qayerda bo'lganda bo'lam. Menga qara. Nima qilib bo'lsa ham Titanicni ko'rsatma bunga. Tushundingmi? Nimaga?
O'zini cho'ktirib o'ldiradi bu jinning. Titanik. Yo, Titanikni ko'rsatolmayman bolam. To'g'ri tushun. Sen bizga keraksa Titanikni ko'rsatolmayman bolam. Bitta ko'ray. Yo, uni ko'rsatolmayman bolam, o'zingni qo'lga ol. Yo, Titanik yema. Ya mana unaqamni kim oldi? Mana uni sana qilaman deb oluvdi. Yo, o'zingni unaqang yo'q bola. Mana qildim. Mayli, iftorlikka ular aytdingmi? Ananing vaqti yo'q ekan. Mana o'zining bugun anasi bor ekan. Ana bo'pti-da. Ozgina anaqa qilib tur qizim. Ha. Bo'pti, dasturxonga olib kelgan kalbasa-palbasalarni anaqa qilib tur, aniqlaring. Olib kelgan hamma narsangizni ochib, anangiz chiqib yotibdi. Dada, anavni nima qilamiz shunda? Yo, hali uni anaqa qilmadilaringmi? Siz uni bizga anaqa qilmadingiz-ku. Yo, men uni anaqa qil deyishim shartmi? O'zingizlardan bilib anaqa qilib tashlashim bo'lmaydimi, bola? Aytdim men senga o'sha anov qilaylik dedim. Ana nima qilding? Anavni tagiga kiruvdim. Ana unaqa tegibdi. Yangi kiyimni anaqasini chiqardi. Bo'ldi, onangga ayt, anaqasi bor, anaqasidan qilsa anaqalar ketadi. Nima edi uning ismi? Ana nima edi? Ha, ana mana Bavi. Oq kiyimlarni anaqasini chiqaryapti. Allergiyasi borlarni anaqasini chaqirmayapti. 100% Germaniyaning xomashosida anaqa qilingan ekan-da bu. Vo, anaqa ekanda. Ozgina anaqa qilib tara qizim. Qo'shni, bir oy oldin qarz oluvdingiz, bering endi kerak bo'lyapti-ya. Ha, sizlar anaqa o'ylaydinglar-ku, ha? Qo'shni bir oy oldin anov oluvdingiz, anov qiling endi, anov bo'lyapti o'zimga ham. Ozgina aniq qilib tur endi. Biron joyga aniq qilib ketayotganimiz yo'q-ku. Anov qilmay qo'shni, anoningizga siqsa anov qiling-da. Og'zingga qarab aniq qilgan, anonimdan ketmasan. Bitta urib anoningni chiqarib qo'yaman. Hammaning ko'zi senda, to'lg'anasan jononim. Zay, tebingga yo'q beshda. Besh. Nima yoqadi senga? Rangi ro'ying yoqadi. Bespроводной endi figurang yoqadi. Keyin tirish turmushing yoqadi, endi uying yoqadi. Внутренний yoqadi, ichki uying yoqadi, qalbingdagi uy yoqadi. Pupsik, voy pupsik. Раз, два, три, четыре. Раз. Jırtillashini ona. Menga qara. Qachon o'ladi bu killa? Men ham shuni kutib o'tiraman. Tezroq o'lsa uy qolardi bizga. Toshkentda uyimiz bo'lardi. Bir ish deb olmaysan-da. Mana shuni ber, nasmet o'ladi. Aycan dadajon, идите сюда ко мне, иди. Ne kelin behijolat, men raftem уже. Dada, tojikcha gapiryapsiz. Ha? Tojikcha gapiryapsiz. Пошел уже, пошел. Пупсик мой, ты меня любишь, да? Любишь. Пить. А это что? Это самогон. Самогон. Peydi, asalcam. Что чились? Bo'ldi. Uymaniki bo'ldi. Pam! Ya. Aldadı. Ben aktrisa bo'lganman. Yo'q, endi Baba Yaga. O'lmas Kashey. Tuvaletga ketmayapti. 5 sekund. 1 minut hozir. Qani kir, qani dog', Bavina ol shundoq. Bavina ol shundoq. Mazza qilib vayin ko'rayotganingda reklama qo'yishadi. Hamma joyda shu Bavi bo'lib ketdi. Tavba qildi. Пупсик, O, дорогой. пупсик. Это то. Мама! Я приехали. Проституты меня. Это кто творог? Мой сынок. Это его дом. Спасибо, мама. Вот. Sen nima hind kinolarga o'xshab ovqatga kirib kelyapsan? Shuncha ishni men qildim-ku. Ты кто такой? Я твоя папа. Ты третий личности. Подожди, ты третий личности. Подожди. Это дом мое. Дом мое. Ё-моё.
хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Bir qo'limda onaman, bir qo'limda ayolim. Shu qiliqmen. Shu gulingni puliga 1 kilo go'sht olib kelsang, qovurib yerdik, hammani og'zi tegardi. Hozir bu guling so'liydi, ana borda ana qo'yga berasan keyin. Qizilcha qilib yerdik, mazza qilib shu gulni puliga. Dada ketdik, taksi gaplashsin. Men bormayman. Nimaga? Shu taksini puliga 1/2 kilo dumba olsang, bilqillatib mandi qilardik. Hey, 1 soatdan keyin tuvat huzurini ko'rasiz dumbangizda. Avtobusda boramiz. Qolgan puliga dumba olamiz, piyozcha bilan o'zir ketadi. Sadaqa manga, o'zing dumbang yo'q, yana aniq qilasan. Dumba yaxshi-da, dumbaga ukol qilyapti odamlar. Hey, o'g'lim, shaharga bir kelib qopsiz, konsertga bilet topib kiraylik. Konsertga balo bormi? Uni puliga bitta qul olsak bo'lmaydimi? Endi go'shtni mazza qilib yerdik. Bu konsertning YouTube'ga chiqadi, tekinga ko'ramiz. Yur. Kelin, aptekadan nima dori olding? Haligi toksikoziga dori oldim. O'ldiribsiz. Shu dorini puliga 1 kilo jigar bilan charva olib qovursak, ana immunitetni ko'tarardi. Biz ham toksikoz edik, biz ham yer edik. Qornim ochidi demoqchi edim. O'lmam, astag'firulloh. Bugun seni kuning silkilar. Nima qilyapsizlar, nima qilig'ingda bu yer? Kuning silkilar. Nima qilganinlaring? Sizni sevaman, dada. Senma yo'l. Nima bu? Nima shuncha xarajat, shuncha pulni o'rniga? Hey dada, shoshmang. Tug'ilgan kuningizga Aziya Luxdan Turkiyaga sayohatga tur oldim. Oilaviy borib kelamiz. Yo'ringlar bolam. Shuni puliga bitta buqa olib, mazza qilib so'yib yesak bo'lmasmi? Bo'ldi-da, dada. Qachongacha buqa olaylik, go'sht yeymiz deb umrimiz o'tib ketadi. O'zimiz uchun ham yashaylik. Men bu biletlarni ranni pranravoronni qilib olganman. Nimalar bilishimni? Erta bron qilish degani. 31-martgacha Turkiyani Antaliya, Alaniya, Bodrum shaharlariga 50% sketkada tur sotishyapti. Keyin narxlar ko'tarilib ketadi. Eng zo'ri havo yo'llarida uchasiz. Malades, zo'r ish qilsam bo'lam. Qolgan 50% yoningda qoldimi? Mana yonimda turibdi. Shu pulga bitta qo'chqorni olib, Antaliyaga borib so'yib, shariklarida go'shtdan deymas ekansiz, joyga berib zo'r chiqadi lekin. Nima bo'ldi, o'g'ilmi, qizmi? Qizcha. Yaxshi ham o'g'il bolaga tayyorgarlik qilib qo'ymanmiz, qara. Mayli, umri bilan bergan bo'lsa. 2 Ko'k chiqdi, nima bo'ldi? Voy, o'g'il. Qayerdan bilding sen o'g'illigini? Hali qorning chiqqani yo'q. 21-asrda yashayapsiz-ku. Lekin kalendarga qaradik. Satosh aytuvdi-ku, dushanbadan seshanba oqshomiga deb. Voy, qanday. Hozirda endi shu o'g'ilchamizni sunnat to'yiga aytmoqchi edik. Bo'ldi? Boramiz, gap bo'lishi mumkin emas. Qachon? Hali tug'ilgani yo'q. Qornida bor, lekin UZIda ko'rsatamiz-mi? Ha, kalendarga qarab, dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi o'g'il devdi, o'g'il. O'g'il bo'ldi. Endi biz erta kelganimiz sababi ungacha bironta hit-pit qilib turing demoqchimiz. Bekor o'tirmasin-da. Ha, bekor ko'k jiguliga o'xshagan zo'ridan bo'lsa. Bo'lsa. Tug'ilib olsa bo'lmasa? Rahmat. Men tayyorgarlik ko'rib turaman. Qatarga yomon tiqqansiz uzoqdan. Aka, shu bo'lajak o'g'ilchamizni sizga shogirdlikka bermoqchi edik, akajon. Olamiz. Qani farzandinglar? Olib kelinglarmi? Yo'q, hali tug'ilgani yo'q. Hali qornida, o'zida bilyapti-ku o'sha o'g'illigini. Shunaqa tepadi, bir tepadi bor. Mana shilmi kelib ketdi. Tepyaptimi? Qolaman. Oyog'i ham uzun ekan. Sizga o'xshaydi. Oling. Oldin tug'ilsin. Keyin olib kelasiz. Bo'ldi, yozib qo'ying. Abduqodirga ayting, sal padeshka qilaylik, tortsa Manchesterga. Bu bo'ladigan, sochlari ham uzun. Ha, uzun sochlar. Nim silkalar. Da onaning qornini sochi. Uni oldirib tashlaymiz keyin. Unda sartarosh gaplashib kelaylik. Jo'ra, sani gender tengliging nima chiqdi? Patring. Gender patring nima chiqdi? Qiz chiqdi bizda. Bizniki o'g'il chiqdi. Qara, endi o'g'ilchamizga borib kelin qidirib yurgandek. Shunga sani qizingni olsak bo'ladimi? Tonisi yo'qmi? Endi bir noto'g'ri tushunma. So'rab, surishtirib ol degan. Suv loyqa emasmi?
Yo, toza bil ekan. Yaxshi. Kelin nima yeyapti? Sifat shirinligidan yesin, sifatli bola tug'iladi. Bu hozir trendda. Buni zero degani chiqqan, shakarsizi. Saxiri borlar ham yesa bo'ladi. Men shunday edi. Kenjolar to'plarni men Telegramga tashlab yubor, ko'raylik. Ha, ko'zini rangi qanaqa? Ko'z rangini kirishimiz kerak. Bo'ldi, bu ham xat. Zayn qilib qo'y-qo'y. Onasi yaxshi tug'ib oldingmi? Nima bo'ldi? Dard bo'ldi, balo bo'ldi. Bir surpriz qilib chiqmoqchi edim, o'g'il mana deb. Ya oldindan bilibsizlar, qanday bildinglar? Men unday qilib ataylab yotuvdim men, yashirib. Qanday bildinglar?